Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Kitob anglashni va kitob o'qishni o'zining kundalik odatiga aylantirgan suyimli do'stlar. Kechqurunlar xayrli bo'lsin. Erkin Sidiq yozmalari 7-qism turmushning muhim soatlari va savoqlari degan kitobimizning nom ataq kishilik turmush va majburiyat degan qismini boshlaymiz. Kitob yozuvchi doktor Erkin Sidiq, ovoza Istanbuldan Leyla qiz. Kitob o'qilgan kun 2018 1-oktyabr dushanba. Nam ataq kishilik turmush va majburiyat 2015-yil 7-oyning 17-kuni. Ko'pincha qarindoshlarga ma'lum bo'lgandek, bir odam uchun nam ataq yaratish qaraganda uni qo'g'dab va yaxshi saqlab menish ko'p tasga to'xtaydi. Shunlashqa biz davomli yangidan nam sharafga erishgan kishilar to'g'risidagi xabar dokladlarni anglab turish bilan birga birər muhim ishda xatolik o'tkazib o'zining nom sharafiga dog' keltirgan kishilar to'g'risidagi xabar dokladlarini anglab turmiz. Bo'libmi men bundaq ishni Amerika taratqullaridan har yili bir qancha qitim anglab yoki ko'rib turman. Men anglab yoki ko'rib turadigan o'zining nom sharafiga dog' keltirib olgan ham keltirib olgan kishilarning ichida Amerika prezidentiga o'xshash mashhur siyosiyonlar hamda Hollywood'dagi dаңlıq kino artistlari bor. Shunlashqa nomga erishgan har bir odam uchun qanday qilib o'zining nom sharafini saqlab menish bir intayin og'ir vazifa bo'lib tuyuldi. Bundaq odamlar odatdagi odamlar qaraganda har bir gap so'z va ish harakatga necha hassa, hatto necha 10 hassa diqqat qilmasa, davomli aynak qarab turmasa, davomli o'zini bilib turmasa va davomli o'zin men kim? Hozir ishlarni qandaqroq qilib ketyapman. Men boshqalarning kutgan yerdan chiqyapman-mu? Hozir qaysi jihatlarda bakrak tirishim kerak deb so'rab turmasa bo'lmaydi. Bir odamning qattiq ishlab muvaffaqiyat qozonib, ondan nom ataqqa ega bo'lish jarayoni xuddi bir odamning jamiyatda belgili qimmat yaratishni tub maqsad qilib, qattiq ishlab shirkat qurib, shirkatni muvaffaqiyatli qilishi bilan o'xshib ketadi. Agar siz jamiyatda belgili qimmat yaratish maqsadida shirkat qursangiz, siz saxtapazlik qilmaysiz, odam aldamaysiz, yolg'on gap qilmaysiz, haqiqiy minda o'zingizning barligini atab turib shirkat uchun ishlaysiz. Ondan shirkat muvaffaqiyatli bo'lib, uning qo'shimcha mahsuloti sifatida siz boy bo'lsiz. Shirkatingizdagi boshqa barliq xodimlarmi boy bo'ldi. Amerikadagi dаңlıq korxonachilarning xodimlarimi Karxanchilarning tarjimonini ko'rsangiz, ularning ko'pinchasida yuqorqidek alayliklarni bayqaysiz. Agar siz faqat pul tepib, tez boy bo'lib uchun shirkat qursangiz, siz ko'pincha hollarda yuqorida deyilgan ishlarning qarama-qarshisini qilsangiz, shuning bilan shirkat yaxshi mangmay, boymi bo'la olmasligingiz mumkin. Men Shimoliy Kaliforniyadagi dunyoga dаңlıq yuqori texnologiyalik shirkatlar bazasi bo'lgan Krimini jilg'isi da boshqalar bilan bir sheriklashib bir qancha shirkat qurish jarayonida o'zining sheriklashgan kishilar ishida ashundaq odamlardan bir qanchani uchratdim. Men o shirkatlarning injenerlik ishlariga yoki texnologiyasiga mas'ul muavin raislik vazifasini o'z ustimga olgan bo'lg'achqa, shirkatning bosh liderlari, ya'ni boshliqlari sodir qilgan heliqidek ahvolni o'zgartirishga kuchim yetmadi. Biz ayni vaqtda yangi qurgan shirkatlarimizga urug'liq mablag' hal qilolmasligimizga dunyoning optika sanoatining tuvanga qarab menishi asosiy sabab bo'lgan bo'lsa-mu, uningga yuqorqidek yolg'onchilik illatlarimi ozroq sabab bo'lgan. Agar siz faqat nom ataqqa erishish uchun qattiq tirishsangiz, ko'pincha vaqtda maqsadingizga yetolmaysiz. Ammo o'zingizdan boshqa odamlar va jamiyat uchun ma'lum qimmat yaratish yo'lida o'zingizning barlig'ini atab, haqiqiy ma'noda qattiq tirishsangiz, siz muvaffaqiyatli bo'lib, nom ataq va boylik sizga shu muvaffaqiyatning qo'shimcha mahsuloti bo'lib, o'zligidan keladigan ishlar ko'p. Nom ataq uchun tirishadiganlarning ba'zilari oilasidagilarni gollaydi, do'stiga xiyonat qildi va millatni aldaydi, hamda o'z tirishchanligini mag'lubiyat bilan tamomlaydi. Yoki bo'lmasa ular dasturida muvaffaqiyat qozonsa erishgan nom shuhrati vaqtning
siniqidan o'tolmaydi. Ko'pincha vaqtlarda ularning yiqilg'usi tugab ketib, erishgan nom atoqlari bilan mag'rurlanib ketib, balni qo'yib etib, burunqidek tirishmay, asta-asta tuvanga qarab mengib, oxiri burunqi iziga tushib qoladi. Ba'zilari hatto burunqi o'rindimi tuvanroq o'ringa tushib ketadi. Men hozirgacha bo'lgan umrimda bundaq odamlardan bir qanchani uchratdim. Nom atoq istiki hamma odamlarda bor. Ya'ni Alloh insonlarni yaratganda ularni ashunday xususiyat bilan birga yaratgan bo'lib, nom atoqqa intilish hamma insonlarning tabiiy xususiyati. Shunglashqa nom atoqqa erishsa, eg'izda demismi, ko'nglida hamma odam xush bo'ladi. Ammo o'xshamagan odamlarda nom atoq qo'g'lishish istikining darajasimi o'xshash bo'lmaydi. Mening yuqoridagi bayonlarim bir umum bayon bo'lib, u hargizmi men amaliyotda bildigan yoki to'r dunyosida tunishgan bir qancha odamlarga qaratilgan emas. Hamda u nom atoqqa haddidan ziyoda baq qiziqadigan, uningga erishish uchun vosita tanlamaydigan, hamda nom shuhratga erishish uchun millatning manfaatini butunlay bir yoqqa qayirib qo'yadigan kishilarga qaratilgan. Men kichik vaqtimda ballar boshlang'uchda 5 yil, o'rta maktabdimi 5 yil o'qiydi. Men o'rta maktabni Aqsu 1-chi o'rta maktabda 1971-yildan 1976-yilgacha o'qigan. Shu chaqda sinf boshlig'i, maktab o'quvchilar uyushmasining mas'uli, bir jamiyat tekshirish guruhining mas'uli va bir o'quvchilar she'rlar to'plamining mas'uli deganga o'xshash bir qator vazifalarni o'z ustimga olgan. Hamda hamma fanlardagi hamma darslarni favqulodda yaxshi o'qigan. To'liqsiz 3-yillikdagi vaqtimda to'liqsiz 2-yillikning o'quvchilariga matematika darsi o'tib baqqan. Shundaq bo'lg'achqa men shu mezgildala bir oz nom atoqqa erishgan. Bundaq ahvol men oliy maktabga kirgandan keyin yana boshlanib, shuningdan keyin izchil turda davomlashib keldi. Shunglashqa men nom sharafga erishgan bir odam yerim yo'lda mag'lub bo'lib qolmay, o'z erishgan nom sharafni saqlab menishi uchun qanday yashashi kerakligini bir oz bilaman. Yaqinda Uyg'urcha to'rlarda mashhurlik, nom atoq va shuhratparastlik ustidagi paranglar ko'p bo'ldi. Undaq paranglar hozirmi davomlashyotidi. Shuning bilan men yaqinqi bir qancha hafta ichida ashundaq mashhurlik ustidagi bas munozara uchun ozroq yangi bilim taqdim qila olamanmi deb o'ylab kelgan edim. To'satdan men biror yilning oldida uchratgan hamda o'zim nihoyat yaxshi ko'rgan, saqlab qo'ygan bir parcha inglizcha maqolani uchirtib qoldim. U maqola Amerikadagi bir danliq yosh ziyoli ma'lum bir so'rinda o'z to'g'risida so'zlangan bir leksiyaning teksti bo'lib, uning temasi nom atoq, kishilik turmush va majburiyat haqida din iborat. Men mazkur maqolda shu maqolning mazmunini tunishtiraman. Bu yerda men aslidagi maqolning avtorining ismini vaqtincha o'ygan deb elib turib, u avtorni o'qirmanlarga keyincha bir muvofiq paytni tepib tafsili tunishtiraman. Hozir mening ko'z oldimda Navoiy, Mirza Sheyx Go'rkani, Mulla Musa Sayrami, Saidxon qatorliq mashhur shaxslarimiz bor. Tuvandikisi o'yganning nutqining birinchi mazmunlari. Agar men uning o'z ko'z qarashimni qo'shmoqchi bo'lsam, uni bir ayrim ilova shaklida qistirib qo'yman. Salom, mening ismim O'ygan. Men bu yil 36 yosh bo'lib, bu mening 6 bolam bor. Men hayotimni o'zim eng yaxshi ko'radigan bir kasbni qilib o'tayotganligimdan to'liq roziman. Men hayotimning eng dastlabki vaqtidan boshlabla o'zimda muqaddas kitob va uning tilini o'rganishga yuksak qiziqish yetildirdim. Men hozir muqaddas kitobni tashviq qilishni va uning qadriga yetishni tub maqsad qilgan bir institutni mağduryapman. Mushundaq yuksak qiziqish mening oldingi 16 yillik hayotimni nihoyat aldirish o'tkazishga sabab bo'ldi. Shu jarayonda men o'zim angliq holda bilmay turib, ba'zi chambaraklar ichida dangliq bo'lib qoldim. Qolganlarda bo'lsa yomon nom bilan dong chiqardim. Men dars o'tayotgani va leksiya so'zlayotgani uzun yillar bo'ldi. Hozir to'satdan har qatimliq leksiyadan
keyin kishilar bir-birini yonga ittirib etib, mening qishimga kelib, men bilan qo'l elishib ko'rishadigan va men bilan rasmga tushadigan va menga mening ularning hayotini qanday yaxshi taraflarga o'zgartganimni deydigan bir xil ahvol ko'rilishga boshladi. Bu manga o'zim to'g'riliq emas, boshqa birisi to'g'riliq yuz berayotgan ishdek tuyuldigan bo'lib, ko'pincha vaqtlarda atrofimdagilar boshqa bir kishi to'g'riliq so'zlayotgandek tuyuldi. Mening mushundaq uzluksiz kuchlanayotgan obrazim meni o'z xizmatimning qanday boshlanganligi va uning hozirgi taraqqiyot ahvoli haqida cho'nqur o'ylashga majburladi. Amaliyotda u meni o'zim hozir erishgan o'rin haqida qayta-qayta o'ylashga qistadi. Men tuanda sizlar bilan o'rtoqlashadigan ishlar o'zimning burunqi ahvoli haqidagi aslimlari bo'lib, u yana men o'yganning faqat o'zim to'g'risidagi baholarimdilla iborat. Men hozir deydigan gap so'z hargizmi boshqa bir ommaviy nutqchi, ziyoli, faoliyatchi yoki liderga mos kelmaydi. Birinchi, nom atoqqa erishish gunoh emas. Hayotda yuz beradigan hamma ishlar bir xil sinoqdan iborat. Men o'zim erishgan nom sharafni yaratquchimiz menga ato qilgan ozuq yoki quvvatning bir qismi deb o'ylayman. Men undaq bir sharafga loyiq emas bo'lishim mumkin, ammo men hozir uningga erishdim. Shunglashqa men uni bir ulug'vor maqsad uchun xizmat qildirishning eng yaxshi usulini tepib chiqishim kerak. Biz hammamiz yaratquchimiz ato qilgan sovg'atlar, sharoitlar va qiyin o'tganlarga qarata ana shunday yo'l tutishimiz kerak. Ma'lum mendan elib aytganda nom atoq yaratquchidan kelgan haqiqiy ne'matdir. Men dasvida meni dunyodagi nihoyat dangliq ziyolilar va tadqiqotchilarning yordamiga erishish imkoniyatiga ega qildi. Uningdan boshqa muqaddas kitob va uning tili ustida nihoyatim qimmatli tadqiqotlarni elib berayotgan, ammo dunyo asosan bilmaydigan bir qism kishilar bor bo'lib, ular meni o'zligidan izlab kelib, menga o'zlarining tadqiqot natijalarini sovg'a qildi. Bu tadqiqotlarning bir qismi o'ziga xos alaylikka va odamni hangtan qoldirgan darajadagi qimmatga ega bo'lib, agar ular bo'lmagan bo'lsa, men o'z xizmatimni hozirgidek qila olmagan bo'lardim. Mening nom atiqim ularning tadqiqot natijalarini men orqali yo'riqlikqa chiqarishga turtki bo'lgan bo'lib, men ularning menga shunday bir fursatni berganidan intayin cho'nqur minnatdorman. Mening nom atiqim menga yana bir-birining xizmatini to'liqlaydigan, ammo burun o'zaro tunishmaydigan kishilarni o'zaro tunishtirib qo'yish fursatini ato qildi. Shunglashqa hozir bu jamiyatda keng doiralik o'zaro hamkorlashish ishlari yuz beryotidi. Agar menda hozirgidek ommaviy obraz bo'lmagan bo'lsa, bundaq ishlar mening bahonamda yuz bermagan bo'ladi. Ikkinchi, nom atoqqa erishib turibmi kamtarlikni namoyon qilg'ili bo'ldi. Men ijtimoiy munosabatni astroq o'rganalaydigan bir odam. Burun men uchun 15 odamga leksiya so'zlash bilan 50 ming odamga leksiya so'zlashning hech qanday farqi yo'q edi. Ammo mening nomim chiqqandan keyin men nurg'un agri to'qayliqlarni boshdan kechirib, ondan men faqat o'zimni tushunib, boshqalarni tushunmasam bo'lmaydiganligini tunib yetdim. Men eng dastivida o'zim bilan rasmga tushib olish uchun kelgan kishilarni uchratganda va ularga hayron qolgan hamda ulardan seskangan edim. Menga bir naqshi cho'lpiniga o'xshash muomala qilgan qandoq bir tanqissiz qiliq bu deb o'ylagan edim. Ammo keyincha burun men o'zim shu kishilar bilan o'xshash bir xil salohiyatdagi odam ekanligini to'nib yetdim. O'zimning xato qilganligini o'zimninkiga to'g'ri deb o'ylab, boshqalarga ko'ngil bo'lmaganimni his qildim. Shunglashqa men unda qiliqlarimni o'zgartmasam bo'lmadi. Bir mezgil vaqtdan keyin men burun hargizmi o'zimning o'quvchilarini tushunishga urinib boqmaganligimni his qildim. Men hozir jamoat ichiga cho'kyapman. Shuning bilan ko'pchilik bilan mening munosabatim yiqilishib, ular mening leksiyalarimdan boshqacha manfaat olyotdi. Ilova: siz bir odamga tarbiya qilganda faqat u odam sizning uningga haqiqiy turda ko'nayotganligingiz to'liq his qilgandila, ondan siz qilgan tarbiya yetarlik unumga erishidi.
Undaq bo'lmaydi ekan. Siz mayli qanchalik bilimlik bo'lib keting, mayli siz qanchalik dangliq bo'lib keting, mayli siz qilgan gap so'zingiz qanchalik to'g'ri, qanchalik dana va qancha qimmatli bo'lsin, qarshi taraf sizning hech qanday gap so'zlaringizning haqiqiy turda qabul qilmaydi. Agar men kishilarning qanday qilib hozirgidek bir holatga kelganligiga yoki ularning nadin kelganligiga hurmat qilmaydiganman, boshqalar oldida o'zidan ustun turadigan kishilarni ko'zga ilmaydigan va ular to'g'risida qalayimqon hukm chiqargan bir odam qilib ko'rsatib qo'yganman. Men bilan bir parcha rasmga tushilishni iltimos qilgan bir odam keyincha bu qilg'inimdan minnatdor bo'lib, shuning natijasida mening ilmiy asarlarimni oilasiga boshqa kishilar bilan va do'stlari bilan birga ham bahramand bo'ladigan bir odam bo'lib chiqishi mumkin. Men bilan birga rasmga tushgan bir odam keyincha men to'g'riliq yaxshi so'zlarni tarqitishi mumkin. Bu haqda hech nima deb bo'lg'ili bo'lmaydi. Kishilar mening leksiyalarimni necha 100 soat anglab, shu orqali men bilan ruhiy bog'lanish hosil qilgan bo'lishi mumkin. Ular mening leksiyalarimni vasf qilib turib, bu yaratquchimizning ularning o'z hayotlarida bir o'zgarish hosil qilib berish nimatiga erishganidek his qilishi mumkin. Shundaq bir ahvolda ularning mening yanimga kelib, men bilan bir parcha rasmga tushib talab qilishining ular uchun cho'ng qimmati bor bo'lishi mumkin. U menga bo'lgan muhabbat va minnatdorlikning namoyandasi bo'lishi mumkin. Agar men ularni rad qilsam, o'zimga hech qanday ziyon bo'lmaydi. Ammo mening shu qilqim ularning hissiyotini yaralandirib, ularni umidsizlantirishi mumkin. Agar men bu ishni qarshi tarafning maydonida turib o'ylash orqali o'rgandim. Ammo mening boshqalarning men bilan rasm tushilishiga yo'l qo'yishimni o'zini ko'rsatish deb o'ylaydiganlar davomli chiqib turdi. Men ularga qanday o'ylasangiz o'ylavering deyman. 3. Nam ataq reallikqa uyg'un kelmaydigan umid paydo qiladi. Ashundaq ish kam degandimi mening beshimdan o'tdi. Buningdan 14 yil burun meni hech kim bilmaydi. Men hozirmi 14 yildan burunqi men bilan o'xshash. Men hozir burunqi qaraganda ko'proq tajriba to'plab bo'lib bir qism ishlarni burunqidan yaxshiroq tushunman. Ammo Facebookda hozir mening 2,5 million ergashuvchilarim bor bo'lganligi uchunla bir o'rni o'stirilgan ruhoniy zot bo'lib qolmadim. Mening xizmatim, to'hfam, kasbiy bilimimning doirasi va mening hozirmi davomlashayotgan qiziqishimning hamsi asosan birla sohaga markazlashgan. O'zimning shu kasbiy sohasining o'zimi men o'zim va bir ziyoli bo'lmasam, men faqat haqiqiy ziyolilar bilan keng xalq omasi o'tirishga ko'riklik rol o'ynag'uchi. Amaliyotda dal ana shundaq. Ammo men shuni bayqadimki, dinimizning ergashuvchilarining nihoyat ko'p qismi bir jamiyat arbobiga muomala qilganda bir qancha jihatlarda oshqunlik qilib qo'ygan. Men duch kelgan ijobiy oshqunliklar mundaq bor. 1. Men faqat sizning leksiyalaringizni anglayman. Mening boshqa birsiga ehtiyojim yo'q. 2. Men sizning menga ko'rsatgan muhabbatingizga rahmat aytaman. Ammo siz o'zingiz yaxshi ko'rgan kishilarning doirasini kengaytmasangiz bo'lmaydi. 2. Men xotinlik munosabat, oila turmushi, tushkunlashish, zaharlik chekimlikka o'ginib qolish, o'zni o'ltirib olishga intilishga o'xshash og'ir masalalarni qanday qilaman? Men o'zim hozir qilayotgan ishda ham bir o'qituvchi, ham bir o'quvchi. Siz duch kelgan masalalar nihoyat og'ir masalalar bo'lib, ularni bartaraf qilish uchun salohiyati to'shadigan maslahatchilarni topmasangiz bo'lmaydi. Siz meni bundaq ishlarni yaxshi qila oladi deb o'ylashingiz mumkin. Ammo men sizga foydadan ziyonni ko'proq akilib berishim mumkin. Lekin men siz duch kelgan qiyinchiliklar, masalalar va qiyin o'tganlarni tushunishni istayman. Chunki men ularni tushunsam, ularni boshqalarga anglata olmayman. Agar sizga va boshqalarga foydali bo'lgan ba'zi maslahatlarni bera olaman.
Men bu şundaq bir pozitsiya tutub kelyapatqaly xeyli uzun boldy. Men kishilarga kelgan el-xatlarni o'qib, keng jamoat bilan munosabatli bo'lgan ishlarni xotirlab elib, ularni o'zimning leksiyalaridan o'ttirib qo'yman. Menga har kuni 1000 parchadan ortiq el-xat keldi. Agar men ularning hammasiga javob bersam, men bir el-xatga 1 minut sarf qilsam, u holda men o'z umrimni boshqa hech qanday ishni qilmay o'tkazsam bo'ldi. 3. Men bu ishda faqat sizlar menga yordam qila olasiz. Bu savolga sizdan boshqa odam javob bera olmaydi. Yordam yaratquchimizdan keldi, mendan emas. Mening sizga yordam qilish ko'nglimning borligida gap yo'q, ammo men yordam qila olmasligim mumkin. Men yaqinda boshqalar menga elib kelgan bir qism savol yoki masalalarni ashu sohalarda kasbiy salohiyatga ega boshqa kishilarga yetkazib berdim. Salbiy jihatda kishilar menga mundaq deydi: "Nimishqa Iroq yoki Falastin haqida so'zlamaysiz? Nimishqa dinimizni yoqtirmaydigan kishilar haqida so'zlamaysiz? Nimishqa aqida haqida so'zlamaysiz? Nimishqa halol go'sht haqida so'zlamaysiz? Nimishqa ayollarning huquqi haqida so'zlamaysiz? Nimishqa erlarning huquqi haqida so'zlamaysiz?" Siz mening ilxitimga yoki bizga leksiya so'zlab berish talabimga javob qaytarmadingiz. Shuningga qaraganda siz faqat mushu dunyoga qiziqadigan ummatlar bilan ularning qiyinchiliklariga ko'ngil bo'lmaydigan birisi ekansiz. Nimishqa bizning jamoatimizni ziyorat qilmaysiz? Biz kichik bo'lganligimiz uchun shundaqmi? Siz faqat cho'ng so'rinlarni yaxshi ko'rsiz. Men sizdan hammalarga teng ko'ngil bo'lishni umid qilatdim. Qaraganda siz undaq qilmaydigan o'xshaysiz. Men uchirgan salbiy ahvollarning hammasini bu yerda tizib chiqish mumkin emas. Meningcha siz yuqoridagi qurlardan bir umum tushunchaga ega bo'ldingiz. Men tadrijiy holda mundaq bir ishni tunib yetdim. Bizning ko'plagan dindosh qarindoshlarimiz ya jamoat arbobini intayin yaxshi ko'rdi, ya ularni tish tirnig'icha o'chkurdi. Bu ikki qutbning o'rtasida turadiganlar ancha ko'p emas. Ba'zilar men so'zlagan leksiyalarning ichidagi birarsidan umidsizlanib qolsa, ular shuningdan keyin mening leksiyalarimdan umrlik qo'l uzidi. Bu kishilik munosabatga qo'llanilgan amaliyotga uyg'un kelmaydigan usuldir. Siz qilgan bir eg'iz so'z uchun sizning do'stlaringiz yoki oila kishilaringiz sizdan mangulik qo'l uzgan bir ahvolni tasavvur qilib beqing. Biz bir-birimizning fikriga qo'shilmasak bo'laverdi. Ba'zan menmu xato gap qilib soldigan bo'lib, sizning mening fikrimga qo'shilmaganligingizni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Men shuninglik bilan bir shaytonga o'zgarib qolmayman. Insonlarning mukammalligi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan oxirlashgan. Biz duch kelgan masalalarning hammasini bir taraf qila oladigan biror odam mavjud emas. Bir odamdan ashundoq umid kutish reallikqa uyg'un ish emas, muvofiq ish emas. Menda sog'lom ishmu emas. Men o'zimning leksiyalarda ba'zi muhim ishlarni tilga olmay o'tib ketadigan ish davomli yuz berib turdi. Men ba'zi jamoatlarni ziyorat qila olmaydigan ishlarga davomli uchrab turdi. Men burun 15 o'quvchiga dars o'tib yurganimda darsimdan o'quvchilar mendan har bir masalaga nisbatan o'zimning aniq maydonni ifodalashni talab qilmagan edi. Ammo men nom atoqqa erishgandan buyon kishilarning menga bo'lgan umidimi o'zgargandek qiladi. Men undaq ahvolga to'g'ri muomala qilib, ba'zi masalalar ustida o'z ko'z qarashlarimni to'g'ri o'tira qo'yolmaslikdagi sabablarni tushuntirib qo'yishga tirishman. Men kichik vaqtimda dunyo xuddi bir oq qog'ozdagi qora rangli xatlardek oddiy edi. Uningdan keyin vaqtning o'tishi bilan men o'zimning dinimiz va xalqaro siyosatlar ustidagi nurg'un qarashlari, fikrlari va yakunlarining to'liq oddiy va xom ekanligini to'nib yetdim. Men orqaga bir qadam chekinishni, o'zimga samimiy muomala qilishni va mening bilimim yetarlik emaslikni xushallik bilan e'tirof qilishni o'rgandim. Agar men leksiya so'zlash
jarayondan foydalanib o'zim to'liq tushunmaydigan masalalar ustida xohlagancha fikr qatnashtirmasam to'liq mas'uliyatsizlik qilgan bo'laman. Ko'pincha vaqtlarda men keng xalq ommasi mendan dinimiz bilan munosabatli kabi masalalar ustida ovozimni davomli anglatib turishni umid qilayotgandek, menda o'zim to'liq tushunmaydigan masalalarga nisbatan sukut qilib turish huquqi yo'qdek his qilaman. Men shu fursatdan foydalanib sizlarga mundaq bir ishni aytib qo'yay. Yuqoridagi ishlar qat'iy yuz bermaydi. Sizlarni ümidsizlantirib qo'ysammi, men o'zimning ta'sir kuchidan foydalanib, o'zim yetarli darajada tushunmaydigan masalalar ustida fikr bayon qilmayman. Men o'zimning xususiy turmushida sizlarga demay turib, o'zimni ma'lum bir da'voga atayman. Dinda sizlarga demay turib ma'lum bir maydon tutaman. Siyosatdimi sizlarga demay turib ma'lum bir yo'lni tanlayman. Mening yuqorqidek ishlarni sizlarga deyishni xohlamasligimdagi sabab sizlarga xato tushuncha berib qo'ymaslik. Ya'ni sizlarning yuqoridagi sohada o'ttirib qo'ygan ko'z qarashlarimni o'zimning diniy bilimi bilan munosabatlik deb o'ylab qilishinglarning oldini olish. Mening hamma ko'z qarashlarimning muqaddas kitobimiz bilan munosabatlik bo'lishi notayin. Dini liderlarning siyosiy ko'z qarashlari bor bo'ldi, ammo undaq ko'z qarashlar diniy ko'z qarash bo'lolmaydi. Men mushu jihatlarda men o'zimga ma'lum miqdorda mas'uliyatlar yuklanganligini his qilaman. Shuning bilan yoki sukut qilaman yoki bo'lmasa bir qism masalalarni shu sohalarda haqiqiy ilm salohiyatiga ega kishilarga o'tinib beraman. Mening buningdan 14 yil burungi bir qism ko'z qarashlarim shaxsiy ko'z qarashlar bo'lib, ular unchalik diniy qimmatga ega emas edi. Hozir Facebookda mening 1,5 million ergashuvchilarim bor. Men ularga shuni xushallik bilan jakarlaymanki, buningdan 14 yil burun mavjud bo'lgan haliqidek ahvol hozirmi hech qanday o'zgargani yo'q. 4. Nam ataq o'z qimmatining namoyandasi emas. Mening atrofimda meni yaxshi tushunadigan oila a'zolarim va yaqin do'stlarim bor bo'lib, ular men nam ataqqa erishishdan jiq burunla meni obdan biladi. Bu jihatda men o'zimni nihoyat mutalaylik odam yoki Allohning rahmatiga erishgan odam deb his qilaman. Bu kishilar meni bir diniy zot deb o'ylamaydi. Shunlashqa men ularni o'zimning rizq deb hesaplayman. Men ular uchun faqat bir oddiy odam. Ular bilan mening o'tirimda rasmiy adab haqidagi adab qoida mavjud emas. Hamda o'zim haqida haddidan ziyoda ko'ptirtilgan bir obrazmi mavjud emas. Men buning uchun yaratquchimizga rahmat aytaman. Men shu yaqinlarim bilan birga yashab, davomli ularga o'zimni baholatib turman. Ular mening bir mo'jizlik odam bo'lish salohiyatiga ega emasligimni bir jup xotinning 15 yoshlik bolasi bilan bir qatam paranglashib qo'yishim bilanla u balaning masalasi yoki shu oilaning masalasi butunlay hal bo'lib ketmaydiganligini nihoyatda yaxshi bilaman. Ular so'raganda men ularga maslahat beraman, ammo ko'pincha vaqtlarda men bir maslahat beruvchi salohiyati bilan emas, maslahat qabul qiluvchi salohiyatida turib ish qilaman. Yaxshi yeri ular meni bir muvofiq o'ringa qo'yib, mayli men so'ray yoki so'ramay, mayli men anglashni xohlay yoki xohlamay, ular davomli turda menga o'zimni bir texmi yaxshi odam qilishga foydali bo'lgan maslahatlarni berdi. Men buning uchun yaratquchimizga rahmat aytaman. Men uzun so'zilgan amaliyotdan bundaq bir ishni bayqadim. O'zimning qandaq odam ekanligi haqidagi haqiqiy baho yig'in konferanslardan kelmaydi, leksiyalardan kelmaydi va internetdan inkaslardan kelmaydi. Balki undaq baho mening atrofimdagi shu bir guruh samimiy do'stlarim va yaqin urug' tuqqanlarimdan keldi. Mana shular menga haqiqiy ahvolni aynan deb berdi. Men buning uchun yaratquchimizga rahmat aytaman.
Beshinchi, nam ataq köptürmüçilikке oң tanasip buldu. Ama mən onunğa pərva qılmayman. Mən başqalarga iman ata qılalığıdək qabiliyyət yox. Mən başqalarga iman ata qılalığıdək qabiliyyəti bar dep qaraydigan kişiler bar. Şoңlашqa manga Dajjalga oxşaş qabih niyetlik adam dep qaraydigan kişiler mi bar? Bu iki xil kişilerden ortaqlıq şuki, ular xata halda mende başqalarının yürəkinin içiga qarab, ulardaki samimilikning darajasini dep berəlaydigan qabiliyyəti bar dep oylaydı. Bizning güzel dinimizdə biz kişilərni bir peyğəmbər dərəcəsiga kötürüb etməy, turib ularning qalbida ma'lum darajadagi güzellik barlığını e'tirof qilamiz. Biz kişilərning buzulgan niyetləri haqidagi qiyoslarni qabul qilmay, başqalarga baho berishda butunlay ularning amaliy ish harakatlariga qaramay, ish harakatlariga qaraymiz. Boshqacha qilib aytsak, siz va men bir-birimizni